Yaxşımısınız aziz do'stlar, men Abdug'ni Abdikimxon, naqsh Abdug'ni xon bo'laman. Shu to'rdan azroq bir surishti qilgan bir ish chiqib qolgan. 3 yilning oldida mening qo'limga unutalmadim siz nomidagi bir ijodiy naqsh tushgan. Bu naqshim shu vaqtida chiqarib o'tilmay, meningki shu veshin sanduqimda qolib qolibdi ekan. Bu shunday chiroyli naqsh ekan. Endi bu naqshni hozir biz ishlataylik degan to'q, lekin shu vaqtda qo'limga tushgan bilan ijodiyatchi, shoir balla shu tizimlanmay qolibdi ekan shu vaqtda. Shu Valla eğer şu videonu ko'rsanglar, bana bir xabar berib etgan bo'lsanglar, do'yinimda bir uchur yozib etgan bo'lsanglar, sizlarninki nominglarda endi chiqarsak ijodiyatchi bilan so'zni yozuvchini biz shu naqshiga chiqaraylik, asosli ijodiyatchi bilan shoirni chiqaraylik deb o'ylashgandik. Bu naqsha mana naqsha buni unutalmadim siz degan. Anlatib qo'yay, ya'ni bu naqshni anglab shu asli ijodiyatchi bilan shoirlar bo'lsanglar, men bir uchur qilgan bo'lsanglar, buni chiqarib etmaylik deb hurmatsizlik bo'lmasin deb. Keçileri uyku yok, hatıram hem yok, unutalmadım sizni. Güzel kökü yok, keçileri uyku yok, hatıram hem yok, unutalmadım ben sizni. Bu müşnaq şu hopum sanlar bir uçur qilib etgan bo'lsanglar, hurmatsizlik bo'lib qolmasin, sizlarga aloqa qilishib, endin ishlataylik deb o'yladik.